Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Robototexnika asoslari fanidan bugungi mavzuyimiz harakatlanuvchi sodda qurilmalar tayyorlash usullari haqida gaplashib o'tamiz. Sanoat roboti deb manipulyator hamda boshqarish sistemasidan iborat bo'lgan mexanik qurilmaga aytiladi. Robot Chexiya tilidan olingan bo'lib, rabota erksiz mehnat, rob qo'l degan ma'nolarni anglatadi. Insonning hayoti uchun xavfli sharoitlar, kuchli radiatsiya va boshqalarda odamlar borishi qiyin bo'lgan obyektlarda, suv ostida, kosmosda kishi funksiyasini qisman yoki to'la bajaruvchi mashina hisoblanadi. Amaliy mashg'ulot uchun nazariy materiallar. Amaliy mashg'ulotlardan ko'zlangan maqsad harakatlanuvchi sodda qurilmalar yasashni o'rgatishdan iborat. Tinglovchilar faoliyatini tashkil qilish bo'yicha yo'l-yo'riqlar har bir tinglovchi guruhida mustaqil bajarish uchun namunaviy texnologik xaritalarni tarqatiladi. Ish o'rni belgilangan talablar asosida tashkil qilinadi. Texnologik xarita asosida xavfsizlik texnikasi va sanitariya gigiyena qoidalariga amal qilgan holda mahsulot tayyorlanadi. Tayyorlangan mahsulotlar, buyumlar taqdimotini o'tkazamiz. Hurmatli talabalar, birinchi amaliy mashg'ulotimizda harakatlanuvchi sodda ko'rinishdagi robot tayyorlash uchun berilgan texnologik xaritadan foydalangan holda kerakli materiallarni to'playmiz va robot yasaymiz sizlar bilan birgalikda. Bizga bu amaliy mashg'ulot uchun kerak bo'ladigan materiallar: texnologik xarita kerak bo'ladi, eskiz, karton qog'ozi va выключатель, 9 voltli batareya, motor hamda g'ildirak. Jihozlariga esa bizga kerak bo'ladi kompyuter, proyektor, flipchart, doska, marker va stiker. Harakatlanuvchi robot tayyorlashning eng sodda ko'rinishi bo'yicha texnologik xarita quyidagi ketma-ketlikda ishlab chiqiladi. Ikkinchi amaliy mashg'ulotimizda biz harakatlanuvchi sodda manipulyator robotni yasaymiz. Bizga kerak bo'ladigan materiallar: texnologik xarita, eskizlar, karton qog'ozi, cho'pchalar, shpris, ingichka, shlangcha kerak bo'ladi. Jihozlarga esa kompyuter proyektori, flipchart, doska, marker va stiker kerak bo'ladi. Manipulyator deb odam qo'li harakati yoki ishchi funksiyalarni bajara oladigan va odam orqali yoki avtomatik ravishda boshqariladigan qurilmaga aytiladi. Manipulyator asosan yuritmalardan, uzatish mexanizmlaridan, muvozanatlovchi yuklardan hamda changal qurilmalardan iborat bo'ladi. Birinchi amaliy mashg'ulotimizni bajarishda, ushbu mavzuni o'tishda robot faqatgina karton qog'ozdan maketini tayyorlash orqali o'quvchilarga beradigan ma'lumotlarimiz yetarli bo'lmasligi mumkin. Buning uchun hozirgi vaqtda keng tarqalib borayotgan Lego yig'malari orqali robotni tayyorlash maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar bordi-yu sizda bunday jamlanmalar bo'lmasa, ya'ni o'quv xonasida manba yetarli darajada bo'lmasa, siz internetdagi Tinkercad platformasidan foydalanishingiz mumkin. Keling, shu haqida sizga qisqacha ma'lumot berib o'taman. Tinkercadda ishlash uchun avvalo unga a'zo bo'lish kerak. Sizlar bilan Tinkercad ish stolida turibmiz. Bu yerda elektronika va robototexnikaga oid bo'lgan qurilmalar orqali, simulyator orqali biz bilimlarni oshirishimiz mumkin. Bu ayniqsa moddiy texnik bazasi bilan bog'liq bo'lgan muammolarda yechim bo'lib hisoblanadi. Ya'ni biz simulyatorda amaliy ishlarni bajargandek biz ishlarni bajarishimiz mumkin bo'ladi.
shu bajarayotgan ishlarimiz amalda bajarayotgan ishlarimizga ancha yaqin bo'ladi. Robotlarni dasturlashda asosan Arduino mikrokontrollerdan biz foydalanamiz. Uni dasturlash orqali turli xil signallarni, buyruqlarni hosil qilishimiz mumkin. Keling, hozir svetodiod yordamida biz uni o'chirib yoqish ishini bajarib ko'ramiz. Buning uchun bizga svetodiod, Arduino qurilmasi va bitta rezistor yana bizga kerak bo'ladi. Keling, svetodiodlarning sonini ozgina ko'paytirib olamiz va ularni biz rangini ham o'zgartirish imkoniyati bizda mavjud. Ana endi biz ularni svetodiodlarimizni Arduinoga endi ulaymiz. Bu uchun rezistor qarshiligida minus rezistor ishtirokida biz minus oyoqchaga ulaymiz. Minus oyoqchalarni demak svetodiodga ulaymiz va svetodiodlarni bir-biriga ulab chiqamiz. Endi esa plus oyoqchalarni biz birma-bir ulashimiz kerak bo'ladi. Plus oyoqchalarimizni rangi boshqa rangda bo'lishi yaxshiroq biz uchun. Bu yerda svetodiodda to'g'ri turgan oyoqchasi minusda va salgina qayrilib turgan oyoqchasi plusda bo'ladi. Bularni biz Arduino platasiga ulab oldik. Jarayonni kuzatib boramiz. Xo'p, mana simlarimizni ham ulab oldik. Ana endi shu svetodiodlarimizni muzika shaklida yonadigan shaklga keltirishimiz kerak. Buning uchun biz kod bo'limiga kirib olamiz va taalluqli bo'lgan buyruqlarni dasturlashimiz kerak bo'ladi. Demak, biz visokiy bo'limidan va visokiydan bitta plus tok chiqarib olamiz. Plus tok oyoqchasini biz raqamlashtirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Biz 6-oyoqcha deb ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Upravleniya bo'limiga kiramiz va ajdaniyadagi raqamni tanlab olamiz. Bu degani necha daqiqa yoki necha sekund yonib turishini belgilab beradi. Va shularni o'zini kopirovat qilib olib tashlab olamiz va oyoqcha raqami turibdi. Visokiyga kiramiz va niskiyga almashtirib olamiz. Tok yonadi va tok o'chadi 1 sekund. Tok yonadi va tok o'chadi degani. Bu 1 sekundda o'chib tursa, 1 sekundda yonib turadi. Xuddi shunday keyingi oyoqchalarimizga ham xuddi shunday buyruqlarimizni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xuddi ana shunday visokiyga kiramiz va kopirovat qilib olamiz va boshqa oyoqchalariga ham buyruq berib chiqamiz. Qolgan boshqa oyoqchalarimizga raqamni o'zgartirib ketamiz. Biz hozir qiladigan ishimiz raqamni o'zgartirib olamiz va ko'rganingizdek 4 raqamga qo'yib oldik. Yana bir marta kopirovat qilish orqali qaytib yana bir oyoqchani hosil qilib olamiz.
Ana endi biz yashil svetodiotimizning raqamini qo'yishimiz kerak bo'ladi. 2 raqamini qo'yib oldik va biz dasturlash ishlarini amalga oshirib bo'ldik. Ana endi biz natijani ko'rishimiz mumkin. Hurmatli talabalar, natijamizni tekshirib ko'rdik va bu samarali natija berdi. Endi sizlar ham mustaqil uyda Tinkercad platformasidan foydalanib, bemalol o'zingiz mustaqil ravishda buni bajarib ko'rishingiz mumkin. Biz hozir sizlar bilan birinchi amaliy mashg'ulotni bajarib ko'rsatib berdik. Ana endi sizlarga vazifa ikkinchi topshiriq berilgan. Shu topshiriq bo'yicha Tinkercad platformasi orqali yoki bo'lmasa qo'lda yasab bajarib berishingiz kerak bo'ladi. Sizlarga manzur bo'ldi degan umiddaman. Bularni sizlar bemalol kerakli mahsulotlar bo'lmagan holatda ham bemalol Tinkercad platformasi orqali yasab, o'rganib, bajarib, ko'nikma hosil qilib olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi mavzuyimiz shundan iborat edi.